Assalomu alaykum quruvchilar. Bugun sizlar bilan qurilishdagi kasblar to'g'risida gaplashamiz. Odatda qurilish juda ham katta soha bo'lib, uning ichida turli xil mutaxassisliklar mavjud. Shulardan 3 tasini sanab o'taman va 3 tasiga ta'rif beraman. Bulardan birinchisi bu prorablar, ya'ni qurilishni boshqaruvchi, qurilishni tepasida nazorat qiluvchi muhandislar hisoblanadi. Bular doimiy tarzda ish jarayonlari qanaqa ketayotganini va loyiha bo'yicha ketyaptimi yo'qmi shularni tekshirib turadi. Bundan keyingi kasb bu geodezistlar hisoblanadi. Geodezistlik kasbi qurilishda asosan burchaklar yoki bo'lmasam o'sha turli xil balandlik, pastlik, nishavliklarini, loyihadagi o'sha nuqtalar, koordinatalarni belgilab beruvchi mutaxassislar hisoblanadi. Undan keyingi injenerlar bu injener putolar hisoblanib, injener putolar odatda ish bitgandan so'ng o'sha turli xil aktlarni, texnik hujjatlarni tayyorlovchi va texnik hujjatlar asosida ishni ketayotganini nazorat qiluvchi injenerlar hisoblanadi. Odatda bu 3 ta kasb qurilishning eng asosiy kasblaridan biri hisoblanadi. Agarda sizga shu kabi qurilish sohasidagi kasblar va qurilish sohasidagi turli mavzular qiziq bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling va izohlarda aynan qaysi mavzularni ko'proq yoritishimizni xohlashingizni yozib qo'ying. Aynan shu mavzularda qurilish bilimlaringizni oshirishga harakat qilamiz. Hammaga yaxshi kayfiyat, xayr salomat bo'linglar.